jon yo'q. Pech ko'ryapti. Tosh. Men bo'ldi, g'olib men shu. Birinchi o'ringa shuni qo'yamiz. Vohmani bo'ldi. Hisob gapiraman. Iltimos. Kecha keluvdi, monitor ishlamayapti dedim-ku sizga. Orqasidagi hamma knopkani bossam ham ishlamayapti. Keyin muflan keldi, uni tagidagi knopka bor ekan, o'chirib yo'qolgan. Oyna shishadan yasaladi. Shisha nimadan yasalgan? Magazindan oladi uni. Просто bu knopkasi bor. Lan! Krasavchik, bırak bergan. Sen ishlamaydi. O'zi ishlashni bilmaydi. Mayli, hop, ketdik. Boshlashdan oldin kichkinagina eronchani men endi sizlar bilasizlar-ku. Sizlar videoda hali buni reklama qilmadim-da endi. Bu video birinchi chiqadi. Gentra konkurs start berildi akalar. 15-may kuni Gentrani kim yutib olishi aniq bo'ladi. 10 kunmi, 9 kun vaqt qoldi. Bu video chiqqanda bilmadim, bir hafta qolgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Gentra yutib olish uchun akalar Telegramda user chiqadi, mana shaxsiy basharalar ekan. Manimga qo'y. Voy. Bu bilan qo'yib yuborgan lekin. Qo'yadi. Ikkinchi kichkina xabar. Bundan keyin mana shunaqa reaksiyalar ko'proq chiqishini xohlasangiz, shaxsiylardan ilhomlangan holatda bot chiqardik. Mana shu bot ham bo'ladi. O'zingizga ko'rgan TikTokda eng yoqqan mana shunaqa videolarni ko'rsanglar, o'sha botga silkasini tashlab qo'ysanglar, shunaqa videolarimiz ko'proq chiqishiga katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Endi boshlashgan bo'ladi. Ha, endi vaqtlar. Cobalt qo'yingizda qatnashardim. Endi boshlasangiz bo'ladi. Endi Ya uni. Oldin qatnashgan bilishadi har bitta anaqa voy qani buni raqami muflan keyin bor uzr. siz so'kasiz deydi. Uzr. Birinchi video. Qo'lida amir. To'rinchisilarga kutganimdek bo'ldi. Men Amer nimaga kerak demoqchi edim endi. Qarashing. Oh. Telefon ham bor. Da, telefonchiklar. Birinchi videoga bahoyingiz. Endi birinchi videoga baho berish uchun birinchi qolganlarni ham ko'raylikchi. Oxir beramiz birinchi videoga. Hozir 10 deb qo'ysam bu oddiy bo'lib qolsa-chi. Nima? Normallik ketgan, lekin bundan ham zo'rlar chiqishini hisobga olgan holatda 8 bersangiz ham bo'ladi-da. Mayli. Men shunaqa 8 beribman. Sizchi? O'raylik cho'g'ib. Men baho beraman. Keyingisi. Mod uchun sirami? Puli bor uchun. Ana g'ayratiga ketganlar samoda uchib yuribdi bu. Hali zamoda-ku. Bu chet ellik bo'ldi hammasi. Ha, har xil. O'zbeklarni qo'shmaydigan bo'lamiz shu sizlar reaksiya qilgandan keyin. Xo'ramani bittani qilib qo'ysangiz nima deydi ana ketib hayp ishlar bor. berib qo'ysangiz San o'zi kimsan deb. San kimsan? Nimaga kelishding oldimga? Qo'y bormi uyimda? Men kelishding meni istashib. Nimaga kelishasan? Qaysi biring kelishding? Qaysi biring kelishding? Shunaqa bo'lib o'shandan keyin qo'shmaydigan bo'lamiz. Pizzani tayyorlaganman, o'zbeklarni yordam berib, ana поддержка berib, ana maslahatlar berib ko'tarishsang u endi mayli o'zini auditoriyasi boshqa bordir. Ozgina bo'lsa ham boost, ana bizning auditoriyamiz ham tanisin degan narsa bor-da. Biz o'shaning uchun qo'shadigan oldik o'zbek bolalarida. Shu bir ikkita bu yaxshilikni tushunishmaydi bular. Da. Mayli. Hozirgi videoga 11 qo'yaman men. Ha, bu video. Men 10 qo'ydim chunki 10 dan baland ball yo'q. Da. Men 9 beraman. Nimaga? Aytaymi? Men anu urgandan keyin yana motikka o'tirib olishini kutuvdim. Bunda 10 berardim aka. Vashcha bo'ladi. Skuchda yurish kerak ekan. Bo'ladi-da, shunaqa anu unda fantastika bo'lardi-da. Ayni 9. So'kib tashamanglar. Keyingisi. 9. Oppa. Hamma yo'l pastda. Hamma nima deydi? Kelishilgan deydimi, nima deydi anu? Lekin flaglar umuman boshqa-da. Tushuntiribman, lekin bunda qarang, olga qaytaring bitta. Hozir. Mana. Voy, spoiler bo'lib ketib qoldi. Ko'rib turibdi, keyin bor. Lekin otmadi ham-da, birinchi kirgan. Atoydan bergan edi. Mayli. Meni ham kam emadi-yu. Значит, men bilan qo'ygan ekanda. Sal O'zi tiniq ham turibdi, keyin o'zgargani ham yo'q. Shunga bu podstava. Yo, atak mana bu nastroykadan xiralashtirib qo'ysa ham bo'ladi, mana bu yoqda ham xira turibdi. No, da podstavaga o'xshadi. Baho bermaylik. Mayli.
mayli. Lekin yaxshi, bu Yaxshi. podstava olishni ham bilish kerak. Masalan, men bo'lganimda shu ura olmasdim-da, bilib tursan. Nima tez chiqasanlar-ku. Sekinroqchi, urib Sekinroq chiqish. Yaxshi. Nima kelish? Nega kelishding? Nimaga dramonik bilan kelishding? Keyingisi. Orqasiga o'tib uradi hozir. Voy! O'ldirib ketdimi? Yana bitta Voy, orqasiga o'tdi-da, otib yana minib ketyapti darish. Mana orqa o'rindig'iga o'tib, ha, xo'p, orqa o'rindiqqa o'tdi. Mana buni Buni ham shuna urdim. urib ketdi. buni urdi mana. O'ldirdi. Hop, ras. Ikkinchisini. Ha, bu AWP, ha? Ame. Samoda edi urdi. Qanoqqa deydi. Yaxshi, 9. Ha, bal beramiz a. Bal beramiz. Молодцы, 9 menda ham. Menda ham shu 9. Chotki. Nimaga 10 emas desanglar bilmadim. Bundan ham zo'rlar chiqishi mumkin. Oxiriga shunaqa bor. Chiqmadik-ku deb oxirida. Yaxshi, keyingisi. Alo. Ha, pichoq otaman. Afaka bo'lib qoldi. Vo, o'lmay qoldi. Ya, uchkasiga juda. Ayol fotoda. Wo! Afakani qo'llayotgan ekan, xolos. O'lib qolganda-chi. Birinchida o'lib qolganda-chi, rostdan ham. Uchkasiga jilida o'lmaydi. Pichoq tepadagi odamning orужие yo'qligini biladi-da. Bu yoqda orужие bo'lmaydi, lut bo'lmaydi. Vo, shunchalik chuqur o'ylab olgan deysizmi? Shunchalik. Hop, unga bal bermadim, men bilmayman. Na, bu Prikol uchun qilingan ekan. Albatta. Men faxrli 6 qo'yaman. Okey. Bu qanday? Men ko'rmadim odamlarni. Ha, mashinada ekan. Bu montaj emas, Bu yoqda mashina bormidi? Eng qizig'i turnir ekan. Team player bo'lyapti. Turnir ekan. Hayrat etganda, bu 4 tamida odam yurgan, odam bormidi o'tda? Men endi boshqa odam ko'rmadim. Men mashinani ham ko'rmadim boshqa. Shunchalik yo'qligidan menda bor. 10 mana turnirda bo'lgani uchun 356 metrda. Yo'q. Молодец, Da, молодец. Bu podstava ham qilish qiyin-da buni. Da, podstava qilsangiz ham Bu hit berdimi tiba? da, hit berib tushirib Hitligini qayerdan bilsa bo'ladi? mana bu joyda boshida mana seli bo'ladi. Tushundim. Keyin ovoz ham boshqa chiqadi. Ha, qoq chiqib qanaqadir singandek bo'ladi. Kaskasi bor. Tushundim. Da. Ko'rib o'tirib oldi ichga. Sразу уже ko'tarilishga uspet qildi. Noktadan chiqishga uspet qildi, и o'tirib oldi. Da. 10. Yo'q. O'ldirsa bo'ladi, bor. Da, chiqib o'ldirsa bo'ladi, lekin chiqib olish reaksiyaga 10. 10. 10. Просто qoyil. Молодец. Respekt. Xitoy. Xitoylar ham kuchlilar. Voy, ikkitasi bor. Oxirgisini pichoqni otib o'ldirdi. pichoq bilanmi? Просто oto'rdi. Просто otdi. Qo'rqqandan o'ldirib qo'ydi. Ana o'zi kirib berdi boshimga. Zo'r. Sherigi ham populyarnisi bosib yubordi boru, mana shu o'ynagan. Qanday o'yin qilishding? Jonni qarang, yo'q-da, bir kasb edi. 8, chunki hamma narsamiz spontanniy bo'ldi, menimcha. Qo'rqqandan titrab ketibdi. Shundan bilindi. Faxrli 10. Mana men beraman. Nega 10 berasizlar? Bu yerda Joni yo'q, bitta o'q desa ham bo'ladi. Ha, tushundim, lekin bola titrayotibdi. Yo, bu titrash Navbat o'tgan. Spitsalniy, ana shunaqa otadi. Ha, o'q tegmas Giroskop. Giroskop anaqa qilib otadi-da, ana bu. nima deydi? Zajim qotganlar ular. Lekin pichoqga baribir mayli. 9 ga o'zgartiraman. Mayli. Ha. Ketdi. Oho! Ha, shunaqa bank bo'ladi. Nokdek ko'sa ham. Ikkinchisini glaz, ya bittasi nok ekan, bittasi oyoqda. Kelasan. Ha, yo'q, nokmas ekan, oyoqda ekan.
Ikkalasi ham o'yadi ekan bu. Birinchisi nok berdi, chunki ikkinchisini keyin yurib ketayotganda urdi. Necha berasiz? Haligiga Endi yaxshi, chiroyli, zo'r vaziyat. Men bunaqa hayotda qila olmayman. Lekin boshqalar bilan solishtirganda yaxshi-da, bir 7. hayotda ular hech kim qila olmaydi, mototsiklda sakrab balandlikdan O'yin o'zim o'yinda, hayotda. Va. Hazilkasiz. Hazilkash. Mana 8 beraman mana. 7. Chotki. Lekin men bu urush yomon chiqdi lekin. Bilmadim endi balki anaqadir u, lekin men bu urush 100% ochiqasiz. Mana ikkinchi otgani ham urdimi? Ha, ikkinchisini ham urdi. O'shani aytayapman-da, ikkita o'qni ikkitan urib tushib ketishi reaksiya baribir kerak. Hammasi kelib oynaga to'qayib turibdi-da, otmanida. Hozir bundan oldin mana Roxy Teteni o'yinini ko'rmadingmi? Istujini uribdi menimcha. Men anaqa ham deyolmayman, podstava ham bo'lmasligi mumkin-da, chunki. Ha. Lekin haqiqatda podstava bo'lgan taqdirda ham tan oling, drabava ikkitani urib tushib ketish o'zi ham qiyin-da. Ha. Keyin uchinchisini ham bittada eplayapti. Da. Necha deb o'ylaysiz baho? Yo'q, men bera olmayman chunki слишком странный. Sak- Hammasi ana Da, oynaga kelib to'qayib turibdi. Da. Men ham shunga boshida e'tibor qildim. Ha dedim, lekin bal 6. Siz aytyapsiz, ana istuji deyapsiz, originalga o'xshab. yo'q, original Ya, emas. o'zi Sen qo'yib olaveradi-da. Просто qo'yib olaveradi. Yo, men Roxy Teteni ko'rdim, lekin bundan oldingi. Значит, TikTok yaptı. 6 Yes, 7. Men ham 7 berdim. ketdi. Voy, tushib PUBG o'ynayaptimi? Yo, zajim, yo-mayo. Shu yoshga bola, menimcha videoni ko'ryaptimi? Yo'q, ushlayapti-ku mana. Живой o'yinda turibdi-ku. Giroskopla ishlayapti-ku. Qarang, giroskop pastga tortyapti. Mana bundoq deganda osmonga qarab qo'yapti. Shu turib o'ynashchi. Komandaga olasizmi? Eng yosh 18 yil kutasiz keyin turnirga chiqishini. Zajim lekin. Vogon nima? Ну, baribir zajim просто imba. Baho beradigan video emas. Ligini tushunib turganiga. Siz shu yoshingizda nima qilgan edingiz? Cho'chib ketdi qoldi. Keyingisi. Atrof. Aka kim bu? Panorda 3 yil urib ketdi bilanida, ana u nablideniyga o'tdi, teskari ham qilib tushishi bilan. Teskari qilib. O'yinchi shunchalik streamida Planerda haligi mashinada o'tirganni o'ldirdi. O'ldirdi. Keyin bu buni bu nablideniyga o'tdi, men bilan qilib tushirdi. Короче, вообще o'yinchi ekan. Qanaqa o'ldirganini ko'ra olmadik, lekin gap yo'q. Men 3 ham bilmayman. 8. O'ldirgan bolaga. Ovqatlangan ekan. O'ldirganga. Da. Bu yerda. 6. To'qson. Yo'q, otyapti. Otyapti-ku. Otib keldi-ku, jonini qoldirmadi. Yaxshi, chiroyli, zo'r. O'qlaydi ham-da, Navel otib skill. qo'ygandan keyin. 9. P90 lekin zo'r ishlatdi. Da. P90 o'zgaribdimi? P90 shunaqa bo'ladi. Oxirgisi bilan chiroyli nuqta qo'ydi. Men Men 10 beraman lekin. lekin. Arujalarda emasda, lekin bu. Da. Yaqinda qo'shilgan-a? Yaqin emas-ku. P90 oldin bo'lardi-ku. Yo'q, yaqinda qo'shildi bu. Ana mamlakat to'g'richi, nima shunaqa qilib o'tadi. Ha, da, u PUBG yo'qdi. Endi qo'shdi PUBGga. 1 yilcha bo'ldi lekin, oldin ham emas, почти 1 yil bo'ldi. Shu men o'ynab yurgan. Ha, keyin yo'q, anaqa qilishdi. P90 Levika qo'shdida boshida. Keyin rangellarga qo'shib, o'qini o'zgartirib, umuman boshqa kuchaytirishdi uni. Blijniga ochadigan bo'ldi keyin. Hamma hozir eng imba rujasi o'yinda. Ay. Ha, Blijnida. O'zi P90 o'zi ana bitta otganda ana atrofga ko'targan orужие-da. Ya, o'zi yaqinga otiladi. Yaqin faytda faqat ishlatishadi. O'qini kuchaytirishdi, xullas.
Yaxshi 10 beraman, lekin men chunki har doim aytardim-da, o'sha oxirgi odamni bir snayperskiy ursa-ku derdim, xuddi shunaqa qildi-yu, oxirgi odamni M24 urdi. Ha. Yaxshi. Sizni ko'rsa kerak-da bu. 9 berdim. Mana videolarga chiqish uchun harakat qiladi-da. Da. Oppa. Mana bu haqiqat. Chunki qochyapti tualetda orasiga. Da, Mana da, o'rtasiga qarab, zo'r har pozitsiya bitta tanlab. killdan keyin qochyapti. Bitta odam hozir, bitta odam kiryapti. Ikkita odam kiryapti. Yana 3 ta odam kiryapti. Kiryapti-da, ana nima deydi? Qochish bor-da, nagina bitta joyda turib o'tmayapti. 10 sa'zi. Editlagan muzikalarni ham joyiga anu tushiribdi, qo'y 10 haqiqatda 10. 10. Молодцы. Shoqqa totibdi. Tegdi. Yana tegdi. Yo'q, tegdi. Nima o'zini deyapti? Короче, mana bu sel undoq kichkinalashib kattalashadi. X bo'ladi, X chiqadi. Mana qarab turgan. Ana ko'rdingizmi mana X chiqadi-da, yana yo'qoladi. Tushundim. Voy, ikkita karbon. Bitta o'qda ikkitasini tushirib qo'yibdi. Vo, hozir bitta otganda. Mana buni ikkitasiga bittadan tekkizuvdi-yu, joni yo'q. Ikkitasini urib qo'yibdi bitta o'q bilan. Nimaga sizlar ikkitani ko'rsatmagan killni? Yo, endi sekin chiqadi. Mana montaj qilib qo'yib qo'ygan-ku. Atak ham kechadi. Ikkita bo'lsa bo'ladi. Ha, anaqa yaqinda qo'shdi. Faqat snayperskilar bor-ku mana bular. O'sha ta'sir qiladi ikkinchi odamga o'q o'tadi. Agar joni kam bo'lsa, Ikkita odam ketma-ket tursa, bittasini o'tib ketadi. agar joni kam bo'lsa, agar o'q 100% jonini olsa, unda o'zida qolib ketadi, orqasiga o'tmaydi. Case ham shunaqa. Da. Edi, deydi oldin. Hozir. 10 lekin hamma o'qini tekkizibdi. Oxiri karbon. Xarosh. Baho bering. 8. Yomon o'yladim, lekin Yomon chuqur o'yladingizmi? men tushunmadim. Nimaga 2 minus qilganlarni sizlar o'ylaylar endi. Yo'q, Kommentariyaga yozib ketamiz. qanaqa qilib mashinani oynasidan urdi-da hozir. O'tib ketayotgan oynasiga qarab urdi, ikkalasini urdi-da, to'g'rimi? Ha, PUBG'da u o'ynab ta'sir qilyapti. Yo'q. PUBG'da o'ynayapman. PUBG'da o'ynayapman. Yozuv har bir. Lekin anaqa bor, chiristenga o'tmaydi. O'tadi, короче, Amerda o'tadi faqat. Cherstenga. Moshdan orqasidagi Amerni o'tadi. Men bilaniki Xo'p, o'tmaydi. devor bo'lsa-chi? Devordan o'tmaydi. Eshik bo'lsa-chi? Yo'q, eshikdan ham o'tmaydi. Ishi birinchi yoradi. Yorilib ketadi, 3-4 to'qda sekin ketadi. Senti logikasiga. Endi shunaqa narsalarni qo'shyapti, sekin mana. Qayerdan kelishding? O'sha Cherstengalarni endi sekin mashinadan o'tadigan qilishdi, sekin qilishyapti. Endi sekin ulg'ayapmiz-da, aka PUBG'chilar. Keyingisi. Shunaqa narsalarni o'ylashni boshlayapti. Yurib ketadi. Teshdi. Ha, stupsda boshqa qulab ketdi. Ha, o'tirib oldimi? Oldin. Ha, yo'q. Ha, otyapti. Tushundingizlar nima Dimda o'zini mashinasini darch ketkizib yubordi. Bular mashinasiga o'tirib oldi. Lekin ketayotgan paytda otdimi, otmadimi? Ketayotgan paytda odam to'xtashiga otdi. Tushgandan keyin orqasiga o'tib boshladi. Ha, o'sha qaraganda o'sha endi kechdi. Planyorkani yegan ham ancha. Yo'q, mana shu bo'lishi ham mumkin. Ha, mana shu edi. Mo'zey. Aka faqat kalta yeb yurar ekanda. Agar stream snayperlar kuchli ekan. Yaxshi. Tushmanimga ham bunday stream snayperlar uchramasin. Da, 9. Men 9 berdim. Kimga? O'sha urgan bolaga. Streamerga bermasang kerak sanqoqda. Yegani uchun. 8. Ketdingiz. O'sha uyda paytda. Xuddi shunaqa joyda. Boshqa odam. Afchoqlar. Vo! Ilojisi qolmadi. Bunda ham xuddi shunaqa joyda. Bu o'zi faqat 4 ga 1 fight bo'ladigan joyda. O'zi bu 4 kishi bostiradi-da, aka bu yoqda bu uyda. Oxirgi odam o'qib qolmasdan pichoqni urib tashladi hozir. O'qlab o'tdi. Ikkitaga, ho? Da, ikkitani pichoqlar. Respekt. Yaxshi. Yaxshi. Otishiga 10, lekin
juda epichniy emas. Pichoqlashingiz 8 dan 8 beraman. Polni holatga chiqib ketdi atak. Lekin yuragi qanaqa urgan ekan o'sha paytda bilmadim. U qolmagandan keyin Yutgandan keyinchi Yutgandan keyin baqiradilar. bolalar Suvni ichadi. suv ichgandan keyin Qoyil. Voy, anavi ham. Men bu mo'g'roq ekan, lekin bilmayman. g'ila ekanman haqiqatda, lekin men buni qarangda sezgan bo'lsangiz, reaksiya avemni yomon tushirib qo'ydi men buni. Lekin bor. Zo'r tushirdi, lekin Men buni ko'ragan. Menga o'xshayotar ekan. bu ham menga podstavaga o'xshadi. Chunki otishib turgan joyda, ana chap tomondagi bilan otishib turgan joyda chapdagi ham to'xtadi. Bu ham to'xtadi-da, bu avayma olib, mashinadan o'tib ketayotganini urib, keyin yana u bilan otishdi. Qanaqa situatsiya? No, podstava bo'lishi ehtimolini bilmadim-u. Otishdi, to'xtadi ikkalasi. Balki ketayotgan odam yomon yaxshi joy yo'q. Haqiqatda men bu odamni balki bilmadim. da. O'ldi deb o'ylab biz ham to'xtaymiz-da ba'zan o'q otgandan keyin joni ancha olgandan keyin to'xtab olasiz, avtomatik shunaqa bo'ldimi? Lekin haqiqatda ko'ragan. Da, mayli. Bo'pti, yetdi aka. Yetdi bu. Xuddi bu odamga bu odamga biz berayotgan ochko qiziqdi. Endi-da, bilmadim. Kontent uchun akalar. Sizlar ham o'zingizlar baholarni qoldiring. Ko'rayotgan odamlar ham qiziqmas, menimcha. Ya qiziq, lekin odamlar o'zini har doim bo'ladi bu narsa. O'zingizlarga yoqqan 3 ta videoni kommentariyaga mana shu raqami bor chekkada, ana shu videolarni yozib ketinglar. Biz shunaqa videolar ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Bu narsa muhim. Men bir jentra-pentra berib olasizmi shular? Beramiz, uning uchun konkursda qatnashish. Qanday reaksiya qilishding? Kedim reaksiya qilishdi. Oldinga. Sakrabni ko'p qoldi. Oldinga. Event. Oldinga. Streamer ve Daqa o'ldirmadi lekin. yomon qildi lekin. Qanaqa qilib to'g'riladi bu joyni? Tushdi. Daqa tushmaydi. Tepadan shular tushadimi hozir? Короче, parashyutni yo'q, parashyutni ochgandan keyin ana o'zi ochiladi, lekin to'g'ri. Bu nimaga unaqa tushdi? Oldingi sezonda esimda yo'q-da, lekin balki yo'q, baribir bunaqa tushmasdi. Yo, rejimi bu nima? Parashyutni ochib olsa ham bo'ladi-da, o'zi menimcha ochmasdan tushganmi? Da, bu ham tepada edi, event oldi. Ochmasdan tushib tursa bo'ladimi? Da, o'zingiz xohlasangiz ochasiz. Men eventda men bu. Tepaga chiqib, menga kirsangiz o'sha tepaga olib chiqib ketadi. O'sha tepadan sakrab tushsa bo'ladi, lekin o'zani planorda otadi. Admin bossangiz shunaqa tushadi-da, parashyut ochib olinardi. Bu parashyut ochmasdan mashinaga tushibdi-da. Bitta kommentda yozib ketinglar. Mumkinmi? Hozir tushunmayapmiz. 19-videoga komment. Da. Chiqqan ekan bu. Ha, bu intigan. Ichiga chiqqan ekan. Men sherigi deb o'yladim hozir ana ularni. Mashina to'g'rilab turib, Ha, yo'q, men bildim buni. Противниligini. Anaqa raqamga yetib olmadim. Uzr. Uy, ey. Emotsioner eski iflos, lekin zajimga Mana Endi- 20-yillar shunaqa otamiz. endi defaultda biz Da. turnirchilar nazorli nimaga? unaqa. O'tib bo'lgandan keyin avtomat yig'ishtirgandan keyin borib deydi. Anaqa qildimi? Zadержка qo'ydimi? Zadержка. borishiga. Ha, bor o'zi. Olinadi. Bor. Zadержка bor o'zi. Son 1 metr ekanda. Kezgo'da yo'qmi? Tezgo'da bunaqa 1 metr navrasiga o'xshaydi o'zi. Bunaqa katta gap yo'q. yo'q. To'g'ri. PUBG kompyuter versiyasi, lekin Video. вообще zo'r. Zajimga chiroyli To'g'ri ham ham, hisoblanadi. lekin 6 zajimga bilmadim. Zajim yaxshi-da, endi menimcha hozircha bu Defaultda. anaqa narsa emas. U 21-yilda shunaqa otganda da. Это новость. Men tushunmagan joyim. Nimaga o'tiribmiz bu yerda?
Nima o'tiribmiz bu yerda? Uverim bo'ldi, işte o'lishi kerak ular. Taqqa o'tirib, bundan yig'ishtirib ketyapti-da o'shida. O'zi shunaqa, O'zi bilib bo'lgan. pik qiladi-da, turnirlarda qarab turib ko'p qaramaydi, reski qochib oladi, keyin 3 ta o'qda nok bo'ladi xetdaysa. Shuning uchun bular o'z anaqasi bor, masalan, Tommiylar, Muzaffar ham o'ynagan paytda Ruzinlar, ayniqsa Ruzinda shunaqa odati bor. Ketayotgan mashinami, boshqami 3 ta o'q otadi, reski mana past boshqa joyga qarab ketaveradi. Chunki uni ham otish mumkin-ku, 3 ta o'q otib o'zi qochadi, tegib qolsa bo'ldi-da, zo'r o'xshaydi. Shunaqa ko'p joyda uradi ham. Privichkasi anaqa ekan. Da, bularda professional ketgan. Zo'r, 8. Yaxshi. Hozir uchun 6. Da. Sete bagulho tem que ser assim. Yana Rox. Haligina mana shu bola chiqdi. Yoki lobby ochib olsa ham bo'ladi, lekin Sakir urganman. Da. No, lekin turnir bo'lsa nimaga 2 kishi kirgan? Haqiqatan ham, no, bilim biz unisi qiziq emas, urgani qiziq. Urgani zo'r. 2 kishi deganingiz nima deganingiz? Turnirda 2 kishi o'ynamaydi aslida. 4 kishi yoki 3 kishi bo'ladi eng kamida, 1 kishi kirmay qolsa ham. 2 kishi o'ynagan, no baribir urushi chotki. Bu da 4 kishi Da. Ular 4 kishi kiryapti-da. Keyin niklar boshqasidan taxmin qilmayman anaqa bo'lishini, lekin xullas otishmaga bog'liq lekin edik biroq biz. da. Necha deb o'ylaysiz? Otishma yaxshi. 7, 8. 8 o'zi. Kalashni shunchalik zo'r otadimi, tipi? Ha, yaxshi otadi. Yo, u kalash mayli, ana oxirida. Oxirida reaksiya. 24 da reaksiya qildi. Men 8 beraman mana. Men bu ish zo'r bo'ldi mana. Tem que ser assim. Lekin mana bir qimirlamas ekan. Yo'q, mana kill bo'lgandan keyin mana qarang. Bu уже qotirib qo'yapti, bu sekin yoziladi-ku, men buni endi Srazu o'ylayapti. kamaymaydi. Yo'q, srazu sekund qanchadir? 1 sekund, 1,5 sekundda o'zgaradi. Bular ungacha qoldirmayapti. Videoni mana bunaqa montaj qilib tashyapti. Ha. Ha. Xullas, keyin. Yo'qqa berish kerak bo'ladigan bo'lsa, Men 8 berdim. Ha. Siz necha berdingiz? 7. Molik. Jon yo'q. bu xonamda. Toshkent. Voh! Nima yani? Xuddi shunaqa edi, anaqa bo'lardi, gap bo'lardi. Bu xonamda. Bu xonamda. Hozir ham xuddi shu jivoy bo'lardi. Mana shunaqa demoqchi edim. Bu xonamda demoqchi edim, o'zim fantasga borib qara. Yaxshi. Respekt. O'tirishida qara demoqchi edim. Originali. Otishdan oldin u xaroma deyman. Demak, otaman. Yaxshi. O'tirgan bolaga 10. O'tirgan bolaga 10. Shuncha otmadi-da, bor. Planga 10. Anam qismi menga qarasa keyin otaman deb o'tirganda, qo'lida tem bo'la draboviy kelganda bitta drog beradi. Men bu planga 10 berdim. Bu ana pilot rejimi. O shunaqa chiqdimi? Pilotda zo'r narsalar qo'shib tashlagan, lekin o'ynamaydi odam. O'tirib oladi yana. Pilotda kuchli o'yinchilar uncha o'ynamaydi, lekin mana bu bola normalniy anaqa qildi. Samolyotdan urib yana qaytib chiqdi. Prям alohida rejimmi? Da, rejim buni как zerikkanda boshqada kirib o'ynasangiz bo'ladi. Yangilik uchun. Zerikkanda uchun. Qo'y. Молодец. 8. 8. 9. Mana hozir sherigi to'rt. Tushundingizmi? Otni ursa, qarorchi oldini ko'taradi-da ot. Ishlaydi, qarorchi. Ursa, da, otsa. Bu urdi hozir, ha, otda borib. Urdida. Hop, nimaga men buni sherigini otib tashamadi, otdigini. Endi o'ldiribdi. Fantastika uchun. Fantastika bo'lganligi uchun. Balki yetdi. Da. Nima muhim? Yaxshi. Kishnasa oyog'im tagidan otsa bo'ladi, to'g'ri? Ideya lekin zo'r. Da. Bundan oldingi ham ot yangi qo'shilgan paytda rosa bu anaqa bo'ldi.
trend bo'ldi mana shunaqa Ha, urushlar ko'tarib, PUBG'da, xuddi mana shunaqa urushlar rasamoda bo'ldi. Lekin bu joyda oynani ichidagi odamni ham uryapti. Sal qiyinroq vaziyat. Nega? Anaqasi bor-ku, pritseli bor-ku. Ha, Yo'q, bezpritsel uryapti. Men ochiq joydagilarni ko'pchilik urishdi-da, o'sha trend qilib. Lekin bu uzoqdan 125 metr kichkina masofa emas. Cho'tki xullas 7. Shuncha maqta. 7. Shuncha vaqtda 3 nima deysiz? Dominatsiya. Manku. Man. Bo'ldi, g'olib mana shu. Birinchi o'ringa qo'yamiz. Vohmani hamma. Men o'ynasam mana shunaqa olib O'ydim. Ha, ana ko'zimni yumib o'tganman. Ammo noda bilan anaqa shohid harakat qilishga nima deydi, ana oting, ha, ana tevotdi, osmonga qarab otayotgan. Xayolingizda shunaqa qo'ygan. Istivatsiya qilishga. Tevotdi deydi. Ovoz g'alati eshitilyapti o'zi bo'lmasa. Yaxshi. Da. Tugadi. Mana 3 ta PUBG'ni tushunmay turgan odamlar PUBG'ga reaksiya qildik. Ikkita. Men tushundim. O'zimiz sizib Bitta. qo'lingizdan kelmaydi bunaqa narsalar qilish. Oldin o'zingiz qilib keyin gapirsangiz bo'lmaydimi? Bekorchi 3 ta. Birov ustidan Qotib qo'lidan. Bizga o'xshab reaksiya. Mana bular nima ish qilib qo'yganki, bunaqa o'tirib kutur ana kulaveradi. Birov ustidan kulaveradi. Yaxshi. Letrian ish qilib qo'yganmiz aka. Hayot o'zi qiziq. O'shanga o'tiribmiz. Voy. Qislar. Hayot o'zi zerikarli emas. Prosta Prosta sizdan atirmas. Har gal mikrofonni og'zingizga tiqib gapiryapsiz. yaxshiroq ishtilsin deyman-da. Hidi yaxshi ekanmi? Akalar, sizlarga ham mana shu zo'r videolar rekilardan chiqib qolsa, bizning kontentimiz ko'proq bo'lishi uchun hissa qo'shishinglar mumkin. Mana shu ekranda chiqqan botga silkasini tashlab qo'ysanglar, shuni o'zi yetarli. Juda katta kontentlarimiz ko'payishiga yordam berasizlar. Kerak bo'lsa haftasiga chiqarib tashlayman reaksiya. Yig'idan ham ko'proq reaksiya chiqaraman agar ko'payib ketsa. Kutamiz. Hammalarga rahmat. Like bosish, kanalga obuna bo'lib qo'yish, esingizdan chiqmasin. Ularning ham kanallari chiqadi. Taklif uchun rahmat kattakon Abdulaziz. Namanganga kelib, Sanli Namanganga kelib reaksiya qilish uchun keldik. Faqat shuning uchun boshqa hech narsaga emas. Bilsanglar bilarsizlar. Bilsanglar bilarsizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Keyingi videolarda ko'rishguncha